Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xudo yaxshimisiz, tuzukmisiz? Dangal gapiraman. Menga qarang, qizingizni olib bormagan joyim qolgani yo'q. Ertaga kelingda olib keting. Buning tug'maydi bu. Yoshligidan ham qaratmagan ekansiz. Qancha doktorlar aytdi. Olib keting, tug'maydi. Qancha pulim ketdi, qancha sog'lig'im, vaqtim ketdi meni. Ertaga kelib olib keting, bo'ldi qizingizni. Yashab turmayman boshqa. Olib keting dedimmi, bo'ldi. Qaratish kerak edi yoshligida. Tug'maydi buning, tug'mas balo bu. Ana, mashina to'pladim, haydab olaman, ajrashtirib olaman. Tug'ilgan qiz olib beraman, xudo xolisi. Alo? O'g'lim, yaxshimisan? Yaxshi ishlayapsanmi, bolam? Analizlaring chiqdimi? Qanaqa chiqdi analizing? Hamma ayb sanda ekan. Kim aytdi? Sandan bo'lib bo'lmaydi dedi doktorlar. Voy, nima qilib qo'ydim? Mana qaranglar, onajonlar, men hozir nima ish qilib qo'ydim? Kelinimda ayb yo'q ekan, o'g'limda ekan ayb. Men kelinimni haydab qo'ydim. Ko'ryapsizlarmi? O'shaning uchun Alloh ishiga aralashmasdan, kelinni haydamasdan oldin negizini bilish kerak. Alloh berguvchi, har bandaga Alloh o'zi berguvchi. Shuning uchun o'ylab ish qilishimiz kerak ekan. Hozir xato ish qilib qo'ydim men. Onajonlar,